360 kamera bor, 36 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Chazordan sal kattaroq. Ota-onalarimiz ham shunaqa mashinalarda olib yurish nasib qilsa, Tenglarsiz va shtrafsiz. mana shu tenglarigacha ham ko'rsatinglar. Bo'lib to'lash imkoniyati bor, 36 oyga 0% bilan. Mahmudga lekin maza qilib qishda maza qilib yuradimi? Maza qilib. U yoq bu yoq 4 litr desa ham bo'lar ekan. 4,5 turbo motor, 4 ta silindrli bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum obunachilarimiz. Obunachilarimiz sizlarning taklifinglar bo'yicha kommentariyani o'qib chiqdik. Ko'pchiligiga hozirgi kunda Cherry avtomobilini Arizo 8 gibrid mashinasiga qiziqish bildirishayotgan ekan. Hozir shuni kommentariyalarni o'qib, aynan sizlarga Cherry Arizo 8 Pro ni video obzorini to'liq qilib, qanaqa bo'lib to'lash imkoniyatlari borligini bilib, sizlarga ma'lumot berish tariqasida shu Sergeliga tashrif qilib ketdik. Xo'sh. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? So'ngsiz charchayapsizmi? Arizo 8 gibrid mashinasiga keldik-da aka. Biz hozir Sergelikdagi Cherry avtosaloniga keldik. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda xilma-xilli sizlarga imkoniyat tariqasi zo'r bo'lib to'lashlarga imkoniyatlarni qilib berishadi. Kutish zonalarimiz hammasi mana shu detskiy plashatkalargacha bor ekan, ko'rsatib qo'yasiz. Cherryni Arizo 8 gibrid mashinasiga keldik. Arizo 8imiz shu yerda joylashgan. Aha. Mana shu mashinamiz, to'g'rimi? Da, yangi modelimiz sentyabrda sotuvga chiqqan. Hozir bitta savol beraman aka. Buni endi solishtiruv tariqasida xo'sh, Chazor bilan solishtira olamizmi? Chazordan sal kattaroq solishtirsa ham bo'ladi Chazor bilan. Bu ham gibrid ekanda. Da. CEO 6 bilan solishtiryapti odamlar. CEO 6 Malibu bilan va Kia K5 bilan solishtiradi. Kia K5 bilan. Men endi ta'kidlab o'tmoqchiman, hozir bitta gaplarim bor. Bu yerda obunachilarimizga, xo'sh, men bitta ko'rganimda bu mashinani haqiqatdan Malibudan xo'sh, даже kattaroq desa ham bo'ladi. Bu mashinamizni bitta olib keling. Arizo 8 gibrid. Hozirgi kundagi eng talab ko'p bo'layotgan mashinalarimizdan bittasi. Sizlarga obzor tariqasida mana shuni hozir polni yoritib beraman. Hozir men buni Malibu bilan Chazor bilan BYD Chazor bilan solishtirgim keldi. Bitta ko'rsanglar bo'ladi. Malibudan kattaroqmi, bir xil desa ham bo'ladi. Chazordan bu ancha katta ekan. Imkoniyatlarini hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Oke, buni motori qanaqa motor bo'ladi hozir bu? Motori 1.5 turbo motor bo'ladi va elektromotor bo'ladi. Elektromotor bo'ladi. Ikkita motor. Bitta ochib ko'rsak bo'ladimi shuni? Lekin ko'pchilik maqtayapti. Sotuv qanaqa bo'lyapti aka? Sotuv zo'r. Sotuv zo'r. Hozir men ochib yuboraman aka. Ancha o'rganib qoldim bu mashinaga, o'zimga ham yoqdi. Hammaga nasib qilsa bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'sh. Endi mana tepasida to'liq ma'lumot beramiz. Bu motorimizda necha deysiz? Bu 1.5 turbo motor, 4 ta silindrli bo'ladi. 4 ta silindrli, a? Da. Aha, mana 4 ta silindr. Va yonida elektromotor joylashgan. Elektromotor. Endi savolim bor. Bitta benzin o'zi nechta rasxod qiladi bu? Benzinda 3.9 rasxod qiladi. U yoq bu yoq 4 litr desa ham bo'lar ekan. 4 litr. Aha. Bitta zaryadkada 125 km yuradi. Agar общий 1400 yuradi. 1400 yuradi. Bu ham qanaqadir imkoniyatga egami? Ma'lum miqdorda tezlikka chiqqandan keyin elektrga o'tib ketadimi yo? Da, parallelniy gibrid. Elektromotor ham ishlaydi va benzinoviy motorimiz ham ishlaydi birgalashganda. O'zingiz haydagan bo'larmidingiz? Shunday bersa? Albatta. Albatta. Hozir bitta ko'ramiz endi salon qismlariga, lekin qanday qilamiz buni hozir? Mana bu yoqda salon qismlariga o'tiramiz endi. Savollarimiz bor. Bitta savolim bor aka. Bir xilla haydaydi Tracker 2 misol tariqasida. O'shamni sotaman deb mana shu mashinani olib olaman desa, bu narxi nech pul? 364 million 900. Agar bizani tradingga kelsa, bizda tradingimiz bor. Trackerni baholab, agar ma'qul keladigan bo'lsa, shu yerda sotishsa, bu mashinadan ham skidka qilib bera olamiz. Skidka. Yana bitta savolim bor. Tushundim sizni. Trading bor, ular sotib qo'ygan bo'lsa, bunga puli Tracker'i masalan 14 ming hisoblaylik-da. Ozgina pulimiz yetmayapti. Qanaqa imkoniyatlar bor? Bo'lib to'lash imkoniyati bor. 36 oyga 0% bilan. Shunaqa. Hech qanaqa penalarsiz. Penalsiz va shtrafsiz. Shtrafsiz. O'zini pulini 364 million 900 ga bo'lib berish. 36 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Balonlarimiz qanaqa balon turibdi aka? Necha diskali? 18 легкоспальный diska bo'ladi. Aha. Ходовой oldi McPherson, orqasida nagarachashka yumshoq balon. Yumshoq, ha? Yumshoq ходовой. Balonlar, diskalar hech qanaqa rasxod qilib o'tirmaydi. Almashtirib o'tirmaydi buni. Qishda maza qilib yuradimi? Maza qilib. Lekin
Vobshem zo'r mashina ekanligi menga yoqdi, hammamizga nasib qilsin. Eshikdan boshlayman endi sekin. Hattoki bunda Sony'lar ishlatilganmi bu? Da, Sony 10 ta akustikasi bor, Sony. 10 ta общий. Va orqasida subwoofer ham bor. Zavodskoy o'ziniki. Zavodskoy o'ziniki. Qaranglar. Demak, sidenalarni shu yerdan boshqaramiz. Kolonkalarimiz bor. Kolonkamizning nomi Sony ekan. Boshqa Mahmudga lekin maza qilib. Nima deyapsizlar? Bitta kommentariyaga fikrlaring yozib qoldiringlar. Bu kojami aka yarmi? Eko kojadan Eko koja. Aha. Lekin displeyimiz qanaqa aka endi bu? Вообще zo'r-ku. 12 dyumli ikkita displey bo'ladi. Bu основной скорость ko'rsatadi, rasxodlarni, и narigi multimediyaga anaqa. Multimediyaga отдельно bor. Xo'sh, mana shu yoqqa olib kelasiz. Skorsani ko'rsatamiz. Qaranglar, hammasini ochib, yopish imkoniyatlariga ega, shaybalari bor. Bar qismlariga e'tibor bersanglar bo'ladi. Eko koja, kojalar вообще ideal bo'lib turibdi. Mashina juda ham qulay. 360 kamera bormi? Bor, 360 kamera, slipoy zonalari bor. Slipoy zona bor. Avtotormojeniya, adaptivniy kruz kontrollari mavjud ham. Demak, oldida odam chiqib qolsa, avtomatik o'zi to'xtata oladi. Lekin panorama bor. Lekin qanaqa imkoniyat kerak? Sizlarga bo'lib to'lashga 36 oyga o'zini pulini shundoq bo'lib to'lashga berishar ekan. Buni cheriga kelib, Arizo 8 ni xarid qilish kerak lekin. Xo'sh, buni kuzovidan atsinkovkasi bo'ladi-ku. Ya'ni zanglashga bunga qanaqa yaxshimi aka? Atsinkovkasi bor. O'zi mashinaga 7 yil garantiya beramiz. 200 ming kilometr. Va kuzovi основной garantiya, motori, elektronikasi. Demak, garantiyalar bor. Mashinamizga lekin juda ham katta. Okam aytganlaridek, Malibu bilan bemalol solishtirsak bo'ladi dedilar. Bu mashinamiz gibrid. Tanishtirib o'tdik. Mana shu joyi demak, subwoofer bo'ladi, to'g'rimi mana shu? Shunaqa. Voy, maza qiladigan joyi. Hamma narsasi bor. Agnichitellargacha ham bor. Hajmi qanaqa bu? 485 litr. 485 litr. Juda ham katta gibrid. Xo'sh, faralarimizda qanaqa turibdi? Linzalari oldi. LED linzalar. Qoplangan hammasi. Buni pozitsiyalari bittami yo ikkita pozitsiyasi bo'ladi. Nech pul? Aynan bunisi nech pullik? Bu 364 million 900 ligi eng full. Va birinchi pozitsiyasi ham bor, 344 million 900. Основной farqi bu yerda adaptivniy kruz kontrolda bo'ladi. Kruz kontrol. Bunimizda bor, unda yo'q. Bunda adaptivniy bo'lmaydi, oddiy kruz kontrol oddiy bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh, bakovoylarimizni spirallari bor, issiqlik, hamma narsa. Обогрев полный salon bo'ladi. Oldi sideniya, orqa sideniya, ruli va bokovoy oyna, и lobovoy oynagacha podogrev. Даже oldidagi lobovoy oynasigacha. Kelinglar, ma'lumot tarqasi zo'ridan. Oldida ham bunda spiral bor, ya'ni qishda muzlamaydi. Bir xiliga o'xshab urib, muzni eritishga harakat qilmaysizlar. Buni o'zini bakovoylarga lekin alohida bitta bakovoy ko'rsasiz. 360 kamera bor, hamma narsasi maza qiladigan joy. Bitta olib keling mana shu. Mana shu tegini ham bitta ko'raylik. Ko'pchilik ahamiyat bermaydi, olmaydi. Biz olishga qaror qildik. Mana shu teginlarigacha ham ko'rsatinglar. Tegin lekin buni benzin baki nechtalik hozir? 60 litrli. 60 litrli. Benzin tanlaydimi yo? Benzin 92 dan qo'yishga желательно. Biz zavoddan garantiya beramiz 92 ga. 92. Takkak bu yerda turbo motor turibdi. Turbo motor bo'lib sifatli benzin va yoqilg'isi kuchliroq. Tushunarli. Endi orqasiga bitta o'tirib ko'ramiz. Hammamizga olish nasib qilsin, ota-onalarimiz ham shunaqa mashinalarda olib yurish nasib qilsin, lekin bu aynan Arizo 8 ga meni ishqim ketdi. Nimagaki, juda ham sifatli kojalardan, eko kojalardan tashkil topgan salon deydimi? Mana shu taraflarga o'tamiz. Signallarni tushiramiz. Ota-onalarimizni aylantirish uchun mana shu bitta qo'l qo'yib, duolarni olib yurish hammamizga nasib qilsin. Mashinamizga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Panorama tomi maza qiladigan joyi bitta ko'rsanglar bo'ladi. Elektronik qismlari, multimedialari juda ham ko'p ekan. Mashinamizning imkoniyatlari bo'lib to'lash imkoniyatimiz ham bor. 36 oyga o'zini pulini mana shu joylarga olib kelsangiz, salonlarga orqa sidenalarni isitib berasiz ota-onalarga. Mashinamizni xarid qilishga tavsiya qilaman. Mashinamizning multimedialariga lekin men maza qildim. Buni joylashuvi ham juda ham qulay ekan. Ya'ni mana oyoqdan qaranglar, maza qiladi. Mana shu joylar ham katta ekan. Farzandlaringiz ham bemalol o'tiradi. Mashinamizga lekin juda ham 5 baho, to'g'risi menga juda ham yoqdi. Endi sidenalarimizni oldi tarafdan boshqaramiz. Ya'ni mashqqa o'tirib olib,
qo'linglarni ortib o'tirmaysizlar. Cho'tdan boshqaramiz. Nechta pozitsiyasi bor? 3 ta. Bemalol o'tkazib orqalarini. Masaji yo'q, lekin buni Massaji yo'q, lekin yozgi paytda abduflarimiz bor. abduf bor. Yozgi masajimiz yo'q ekan, lekin yozgi paytda abduflarimiz bor. Maza qilib ketaverasizlar. Boshqaruvlari bor. Silpoy zonalari bor, 360 kamera bor. Hamma elektronika qismlari bor. Yana nima orzu? Yana nima kerak sizlarga? Bitta like bosib qo'yinglar. Bu nechiga chiqadi aka bitta bossak? 3.9 7.3 sekund. 7.3 sekundda 100 ga chiqadi. Nechigacha bosadi taxminan? Qizuvda endi. 100. Maksimalniy skorost 185. Ограничитель turibdi. Ha, ограничитель turibdi ekan. Voy, silpoy zonalari, bakovoy ham o'chdi, уже odam keldi. Mana shu tarafda yondirdi hozir. Ko'rsatmoqchi edim, mayli, ochib qoldi. Xo'sh, mashinamizni lekin bo'lib to'lashga imkoniyati bor. Mashina bo'lsa, bemalol olib kelsanglar, sizlarga mana shu Arizo 8 Pro ni biz hadya qilamiz. Sotib olsanglar bo'ladi. Oka, bu mashinani naqd pul bilan kelsa agar qancha vaqtda qo'lga kiritishadi? Bir kun ichida. 36 oyga o'zini pulini qilib beraman degan odamlar ham shu bir kun ichida olib chiqib keta oladi. Bemalol, hech qanaqa muammolari yo'q. Ortiqcha dokumentlar kerak emas, pasport bo'lsa bo'ldi. Pasport bo'lsa bo'ldi, ortiqcha. Keyin yana qanaqa taklifinglar bor sizlarga? Bu haydab ko'rish imkoniyati bormi? Test drive'larimiz bor, bemalol. Har kunni soat 9 dan 8 gacha ishlaymiz. Bemalol любой payt kelsalar bo'ladi odamlar va test drive qilsa bo'ladi. Test drive bemalol. Test drive'imiz qancha masofa? Mosgacha boramiz, Mosdan aylanib tushamiz. Taxminan 2-3 kilometr atrofida bo'ladi. Mashinani tavsiya bera olasiz. Bera olaman. Bu mashina qayerda sborka qilyapmiz? O'zimizdan Adem Jizzax zavodimizda sborka bo'ladi. Shuning uchun katta ham garantiya beramiz mashinaga va zapchastlarimizni hammasini наличие. Zapchastlar hech qanaqa muammo yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Даже meni eshitishim bo'yicha buni olgan odamda shumkalargacha bor ekan Da, 60% shumka bo'ladi mashinada. 60% tayyor, hech qanaqa rasxod qilib Hech qanaqa o'tirishmaydi. lishniy rasxod va akustichеское stiklo bo'ladi, ikkita oynali bo'ladi. Ikkita oynali bo'ladi. Bemalol murojaat qilib ko'rar ekanmiz-da, aka. Rahmat sizga ma'lumot tariqasida. Biza bo'lsa bu mashinamizni taklif qila olamiz, bemalol taklif qila olamiz. Mashinamizni obunachilarimizga, mashinamizni so'radinglar, Arizo 8 mizni. Mana sizlarga to'liq obzorini, to'liq ma'lumotini berib o'tdik. Diskalariga juda ham havasim keldi. Oldinlarini qaranglar, faralar nima deyapti? Bitta like bosib qo'yasizlar, bu gibrid. Hammalarni shu Cherry avtosaloniga taklif qilamiz. 8 Arizo 8 ni xarid qilishinglarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar.